Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz muntazam kuzatib borchi akalar, bugungi Namangan tuman Tepa O'rg'on qishlog'ida rahmatli akamizning xonadonlariga yetib kelganmiz. Qo'ylarda o'ta zo'rlarni, yarichkalarni olib kelib qo'ydim dedilar. Ona bolani ham o'ta go'zallardan kelibdi. Mana bolasi akalar. Bugun kuniga shanba, 14-fevral hammamizga barakatli bo'lsin. Rahmatli aka. Keling. Keldim aka, yaxshimisiz? Rahmat, qo'ylarni olib keldingizmi? Qo'ylar qanaqalar chiqadi bunga? Qo'ylar har xildan bor, Hasanboy. Qanaqasi kerak bo'lsa. Go'zallaridan kelgan bugunga. Bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib turasizlar akalar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Videoni oxirigacha ko'rishsa, sololar ham bor, qo'z sololar ham. Sololar bor, shaq sololar bor, bo'g'oz sololar. Bo'ldi. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, bor rahmatli aka. Bor. Bularda endi ma'lumotni bir boshdan beraverasiz rahmatli aka. Buni endi tishi nechta? Ikki tish, birinchi tug'ish Hasanboy mana. Ikki tish ekan mana. Realni bo'lsin. Aloqaga chiqaverasizlar o'ylanmasdan. Qo'y nechiga berasiz endi buni? Qo'y 80 plus 80 ga olishaveradi. Qo'y 80 plus 80 ketaveradi akalar mana. Oyoqlar tikka azizlar kelgandan so'raganlarga bir dona yetib keldi ona bola. Bolasi nima buni? Bolasi urg'ochi. Bolasi urg'ochi akalar. Necha kunlik bo'ldi buni bolasi? 5 kunlik Hasanboy. 5 kunlik bo'ldi akalar mana. Go'zaldan aka, mashalloh, ko'z suymasin. Buni endi dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Dastlabkasi Buxorogacha besplatni qilib beramiz. Dastlabkasi Buxorogacha besplatni bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Rahmatli aka, endi buni narxini bitta bo'ladigan qilib aytasiz, so'ramaydigan qilib. Narxini yo'lida narxi. Yo'lida bo'lsa bitta 8 million 200 ming so'mga Buxorogacha besplatni dastlabki qilib beramiz. Bo'ldi. 8 million 200 ming so'mgacha Buxorogacha dastlabkasi bo'ladi. Obunachilar o'ylanmay aloqaga chiqaverasizlar. Ikkinchi partiyani ko'rsatamiz endi. Mana ikkinchi partiyaga navbat keldi. Inshaalloh ikkinchi partiyaga ham o'ta go'zal yarichkalardan, o'zi tilaydigan variantlardan yetib kelibdi. 2 dona o'ta go'zaldan. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib turaverasizlar. Rahmatli aka, buni endi yosh oilalarni aytasiz ikkalasidan. Yoshlar Hasanboy bunisi 2 tish. Bunisi 2 tish. Mana. Bunisi qo'zi hali. Bunisi hali qo'zi. Qo'y basti balantidan ekan, qo'zi bo'lgani bilan rahmatli aka. Bo'ladigan narsa Hasanboy. Bo'ladigan narsa ekan. Shaxsiy o'zim tavsiya qilaveraman akalar oshlaringda. Eti ham yaxshi sanagan, eti ham yaxshi buni. Endi bularni bo'yi qanaqa endi? Rahmatli aka, nechiga berasiz? 80 ga olishaveradi Hasanboy. Ikkalasi ham 80 ga ketaveradi. 80 ga olishaveradi. Ikkalasini ham 80 ga olasizlar akalar. Mana. Shalpon quloqlaridan yetib kelibdi, 2 dona, ikkalasini ham quloq shalpon quloq ekan. Bunisi o'z tilaydi, o'z tilaydigan. Ikkalasi ham shunaqa. Bunisi ham tuytni tushib ketadi. Barrajunda tani. Endi bular bo'g'azmi, bo'g'azmas rahmatli aka? Bunisi 100% ga bo'g'az. Bunisi 100% bo'g'az. Bunisi endi hali qo'zi, bu narsa deb bo'lmaydi. Bunisi bo'g'az. Bunisi 50 ta endi rahmatli aka. 50 akalar, buni bo'g'az emasligi. Lekin qoni sopqinga o'xshayapti rahmatli aka bu. Ha. Daga Allohdan. Bo'g'az bo'lsa sizlar foydalaning akalar. Endi bularni ham narxini bitta bo'ladigan qilib aytasiz. Qimmat aytmaysiz, so'raydigan qilib, so'ramaydigan qilib aytasiz. Qancha bo'ladi? 6 million 200 ming so'mdan dastlabkasini besplatni qilib beramiz. 6 million 200 ming so'mdan dastlabkasi besplatni. Besplatni qilib beramiz. Bo'ldi. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Narxlar o'ta ham qulay bo'ladi bizning kanalda. Bittada obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. 3-partiyani ko'rsatamiz endi. Mana 3-partiyamizga navbat keldi. Inshaalloh 3-partiyaga toza yarichkalardan so'raganlarga soni nechta bayda rahmatli aka? 5 dona Hasanboy. 5 dona bo'laman deganda o'zim tarbiya qila olaman degan akalarimizga yetib keldi. Inshaalloh narxlarni ham o'ta go'zal qilib chiqaraman deyaptilar. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Akalar, soni 5 dona. Yoshi endi necha oylik bo'ladi? 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofida. Asosiysi shu yoshi akalar. O'zim tarbiya qila olaman degan akalarimizga yetib keldi. Bularni yerdan balandligi nechiga berasiz endi rahmatli aka? 70 ga olishaveradi Hasanboy. 70 ga olishaveradi, o'ylanmasdan. Bunaqa oyoq qo'llari baquvvatidan, go'zal chiroyligidan so'raganlarga soni 5 dona akalar. Bir dona obunachimizga nasib qiladi inshaalloh. Mana akalar, o'ta go'zallardan aka. Bir qator o'zlaring qo'yib ko'raverasizlar.
Yeb ichlari xo'roy ekan. Sinovda o'tgan avlod yeb ichishi. Yeb bitishi. Daholik ijolab qildirmaydi. Yeb ichish sinovda o'tgan. Uyga yetib borgandan keyin sinov olishadi, rahmatli aka. Akalar, o'zlaringiz sinab ham olaverasizlar. Bir hafta garantiyasi bor. O'ylanmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bularni ham endi narxini o'sha har doim so'ramaydigan qilib aytyapsiz. Bitta so'ramaydigan qilib aytasiz buni ham narxini. Qulay bo'lsin. Narx sinadi, abla. Narx sinadi, bo'ldi. Narxini ayting endi. Narxi 4.200 ming so'mdan dastlabkasini qilib beramiz. 4.200 ming so'mdan dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Dastlabkasi Buxorogacha besplatni qilib beramiz. Dastlabkasi Buxorogacha ketaveradi. Akalar, o'ylanmay aloqaga chiqaverasizlar. O'ylanmay aloqaga chiqaradigan variantda shaxsiy o'zim tavsiya qilaveraman. Akalar, rahmatli aka yana bormi? Ha, yana ona bolani o'ta qattig'i bor. Ona bolani o'ta qattiq gigantidan bor-a? Ha, vobshe dahshati bor ona bolani. Bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rib turishadi. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib turaverasizlar. Akalar, bitta egizakchini zo'ridan bor ekan. Mana so'nggi partiyamizga navbat keldi. Inshaalloh egizakchini o'ta go'zaldan ekan, mashalloh. Gigantidan so'ragan gap. Egizakchini zo'ridan yarichkasidan ekan. Qara mana. Bolasi egizak. O'ta go'zal ekan, mashalloh. Toza arashanni so'raganlarga bir dona yetib keldi mana. Rahmatli aka, buni yosh qanaqa endi? Yosh 3-tug'ishi bu, 3-bolasi. Yoshi 3-tug'ish ekan mana. Onada 2 dona bolasi bor. 6 tush. Buni endi yerdan balandligi necha, rahmatli aka, nechaga berasiz? Yerdan balandligi 90 ga olishaveradi. 90 ketaveradi akalar mana. Dumbalari qarang, razrezlari ham kelgan ekan. Yana bitta qo'zini vaqoradiganidan ekan. Juda go'zaldan, mashalloh. Ko'z tuymas akalar. Bittadan like bosib qo'yasizlar bollarga. Xo'p, bolasi endi nima buni? Bollar qo'chqor, asan bu Ikkalasi ham qo'chqor. qo'chqor. Katta bo'lsa zotga ham cho'radiganidan ekan mana. Buni endi nimaga rangi ikki xil, ekazak desalaring, odamda ham ekazak bir xil bo'lmaydi akalar. Hayvon ham shunday narsa. Bittasining rangi boshqacha bo'lsa, bittasiniki boshqacha. Ikkalasi ham inasini qonidan tushgan mashq qo'ydi akalar. O'ylanmay aloqaga chiqaradigan variantidan tavsiya qilaveraman. Xo'sh. Rahmatli aka, buni yeb ichish sinovdan o'tgan-a? Sinovda o'tdi, asan bu. Yeb ichish sinovdan o'tdi. Garantiyasi bor. Garantiyasi 10 kun. Garantiyasi 10 kun. Uyingizga yetib borgandan keyin 10 kun sinov olaverasiz. O'ylanmasdan akalar. Bo'ptirib qo'yish Juda go'zaldan ekan, mana qaranglar. Oyoq qo'llari ham baquvvat ekan. Onasini ham, bolalarini ham mana. Qaranglar, juda go'zal ekan. Rahmatli aka, endi bundan narxini o'sha har doimgidek bo'ladigan qilib aytasiz. Sizda ortiqcha qimmat bo'lmaydi. Ekazak ekan deb narxini ko'tarib yubormaysiz. Narx qulay buni ham. Narx qulay bo'ladi. Narx qulay. Qancha? Narx 17 millionga dastlabkasini qilib beramiz. 17 millionga dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Dastlabkasi Buxorogacha qilib beramiz. Buxorogacha dastlabkasi bo'ladi. Akalar 17 million so'mga xayri bor-a? Haydiga o'tib beramiz. Xayriga o'tib beriladi. Akalar qaranglar. Bollarning ham dumbalari, azizlari o'ta chiroyli, oyoq qo'llari baquvvatidan ekan mana. Mashalloh, ko'z tuymas. Akalar, bugungi videomiz tamom. Bittadan like, podpiskani bosishni esdan chiqarmanglar.